Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana yana sizlarga bitta yengillik, tez hazm bo'lish uchun iftorlik paytiga juda ham tez tayyorgarlik, ishdan shoshib kelgan paytda shundoq sariyog' eritib turib, sariyog'ga shunday 2 marta jiz-biz qilib oladigan joyidan tayyorlayapmiz. Toza viruskadan kusok to'g'rab qo'yganmiz. Dononini bularni har bittasi o'tirib, pardalari tozalanib, juda ham chiroyli qilib qo'yganmiz. Bularga shunaqa antikvar ziravorlardan qo'yamiz. Nimagaki shirasi ham, hidlari ham mazali bo'lishi uchun yaxshi ziravorlardan olib kelib, bularni tayyorgarlik qo'yamiz. Mana morskoy tuz. Endi bunga olivko'y yog' qo'shamiz. Orqasidan soyavый sos. Bularning eng asosiysi mana bu rangli svetoforlarimiz. Ko'ryapsizlarmi? Shira berib, mazza berib. Hurmatli mijozlar, mana marinovkalarimiz ham tayyor bo'ldi. Xudo xolasa buni 12 soatga marinovkaga qo'yamiz. Tayyor bo'ldi. Ertaga ertalabdan xudo xolasa savdoga chiqib ketadi. Saharlikka, iftorlikka tayyorlasanglar, mehmonlarni ham xudo xolasa mehmonlarga ham xudo xolasa yoqadigan umiddamiz. Xolasa bir kun ertaga tursa, ertalabgacha marinovkada tayyor bo'ladi. Böyle sarıyor taşıyımız dedi. Qovurilishini kutib turamiz endi bo'ldi. Mana 15 daqiqa ham o'tdi. Ovqatimiz tayyor bo'ldi. Sariyog'imiz pishadigan payti bo'ldi. Erib mana zo'r bo'ldi. Xo'p, mana endi buni ochamiz. Voy, mana parlarini qarang qaynashini. Voy. Bismillah. Mana qaranglar. Voy. Hali terislari sveji turibdi, lekin go'shtlari pishib bo'lganda mana. Voy. Yoniga bodringlarni qo'yib qo'yib. Mana yoyamiz-da. Tayyorlash jarayoni 15-20 daqiqada tayyor bo'ladi. Даже sariyog'larda qovursanglar ham juda shirin bo'lib chiqyapti. Mazalari xohlasanglar bunaqa xot-dogchalar, xohlasanglar yoniga garnirlar bilan ustiga qo'yib yesanglar, undan ham zo'r narsa bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, kelinglar, ta'miga baho beringlar. Sizlarni kutib qolamiz. Bularni endi hozir bitta tuzini ko'rishimiz kerak. Chunki baribir juda ham ko'pchilikga qilgan narsamiz. Voy, mana bismillah, suvlarni oqishini qarang, voy. Qani bismillah. Tuzlari juda ham zo'r chiqibdi. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz.